Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-yil 14-fevralda Andijon shahrida tug'ilgan. Shoirning 119 ta g'azali ma'lum. Ulardan asosan ishq, muhabbat, sadoqat va insoniy fazilatlar kuylangan. Bobur o'zbek adabiyotida ruboiy sultoni hisoblanadi. Uning 231 ta ruboiysi bor bo'lib, ulardan vatan sog'inchi, taqdir zarbalari va falsafiy mushodaralar aks ettirilgan. U tuyuq, qit'a, fard va masnaviy kabi janrlarda ham mahorat bilan ijod qilgan. Jami 400 dan ortiq she'rlarini Qobil devoni va Hid devoniga to'plamlariga jamlagan. Boburnoma adibning jahonshumul asari bo'lib, u jahon adabiyotidagi ilk avtobiografik memuar durdonadir. Unda 1494-1529 yillar voqealari, geografik hududlar va tarixiy shaxslar haqida qimmatli ma'lumot berilgan. Lirik divonlari Boburning barcha janrdagi she'rlari, g'azal, ruboiy, tuyuq, fard va jamlangan to'plamlar. Ular tarixda Qobil devoni va Hid devoni nomlari bilan mashhur bo'lgan. Jami 400 dan ortiq she'rini o'z ichiga oladi. Mubayin islom huquqshunosligi va soliq tizimiga bag'ishlangan manzum asar. Bobur uni farzandlari Humoyun va Komron mirzolarga ta'lim-tarbiya berish maqsadida yozgan. Arus risolasi turkiy she'riyatdagi vaznlar tizimini arus ilmiy tadqiq etuvchi fundament asar. Unda arusning 500 dan ortiq turi haqida ma'lumot berilgan. Xatti Boburiy Bobur tomonidan kashf etilgan yangi alifbo. U arab yozuvini turk tiliga talaffuziga moslashtirishga harakat qildi va bu xatda hatto Qur'oni Karim ham ko'chirilgan. Risola-i Volidiya Hoji Ahror Valiyning tasavvufga oid forscha asarini o'zbek tiliga yuksak she'riy tarjimasi. Harb ishi va musiqa ilmi Boburning harbiy taktika va musiqiy nazariyasiga doir asarni bo'lgani haqida tarixiy manbalarda ma'lumot bor.